Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz podpисchiklari. Do'stlar, bugün mashina bozorining yonidan, MTS'da, mashina bozorining yonidan shunday bir chiroyli yevropeyskiy solingan 3 etajli hovli joyimiz sotuvga qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni sizlarga ichalari bilan tanishtirib, ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Esa unda ketdik. Eldilerine gelsak keyin do'stlar, eldilari shunday quyma lesinsalar qo'yilgan. Burchakchalar bilan zinaları zatilgan burchakchalar qo'yilib, bu yerlar ham eldilari burchakchalar qo'yilgan. Zinan teylari ham shunday akkuratni tuzatib qo'yibdilar. Darvozalar ham liftda, neda pultda ochiladi, darvozalar ham. Pultda ochiladi do'stlar. Bu anda darvozaxonasi ham bor. Yine do'stlar, darvozalar liftda ochiladi. Garajlar ham pollari kafilatilingan. Bu yerlar ham mening svobodniy 2 mashina sig'adi do'stlar. Svobodniy. Registrlar qo'yilgan. Akkuratni etib sapojroklari kafil bilan qo'yib akkuratni tuzatib qo'yibdilar do'stlar. Bu tarafından pajarniy xoti bor. Endi garaj açsangiz ham bo'ladi, darvozaxona açsangiz ham bo'ladi. Registrlar qo'yilgan bu yerda yana. Bana bir sport salatlik qo'ysangiz o'zingizga yo bir banka sanka qo'yadigan yerga qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yer ham registrlar tashlab o'tilgan do'stlar, kanalizatsiyalar o'tilgan. Akkuratni etib. Bu tarafini ko'rsatadigan bo'lsak, arka tomoni bu, bog' tomoni. Burchakchalar urilib, atachintalar urilib, akkuratni etib tuzatib qo'yibdilar. Bu yerda ziloniy zonalar qoldirib o'tilgan. Bu tarafda yana darvozaxonasi bu kirib keladigan yonboshda. Bu yerga bir tapchan qo'yib, barbekü zona etib qo'ysanizlar ham bo'ladi do'stlar. Joyimizni 100% pishgan karishdan qurilgan joyimiz 100%. 3 etaj joy. Hozir endi do'stlar ichalari bilan tanishtirib o'tamiz. Garajı nelerini gösterdik. Endi ichallardan gösterib o'tamiz endi. Patologlar ham akkuratni olib, zatilib turibdi yine. Çok olib. İçine giraverish lesinsamız. Aytganimizning quyma lesinsa burchakchalar bilan apshipga tuzatilgan. Akkuratni etib. Eshiklarimiz panoramli eshiklar. Hovli joyimizga kiradigan eshiklarimiz ham mening panoramli eshiklar. Bog'larimiz ham keng, ko'chalarimiz ham. Bedene shiti, to'q shiti bir, elektr shiti. Do'stlar, endi can kısmı bilan tanishtirib o'tamiz. Hovli joyimizga kirganimizdan hovlimiz dörtte 6 7 4'e 7. Bir de televizor mesası tashlab o'tilgan razvedkalar. Patologlarimiz gipsokardondan apshib ketib uzatilgan, figura berilib, galagelar qo'yilib. Devorlarimiz atachinta olib ramka etilgan. Girganimizdan o'ng tarafimizda rakovina mestamiz do'stlar. O'ng tarafimizda shunday rakovina mestasi. Chap tarafında her bir xona uchun avtomatlar tashlab o'tilgan do'stlar. Hovlimizga kirgandan chap tarafda gostinimiz bu do'stlar. Eshiklarni ko'ringani. MDF eshiklar ajoyib. Rombichonali koronalar qo'yilib, eshiklarni eng sifatli yaxshisidan qo'yib qo'yibdilar. Pollarimiz laminat pol ham bir. Ko'pli pol birinchi etaj.
Televizor koyalım mestamız bu. Televizor koyalım zonası. Aynalarımızdan panoramli aynalar taşıp ötürülgen. Otologları gips akordondan pişip ketip, galageller koyulup düzeltilgen. Yani dostlar. Devorlarımız ataçente vurulgan ramkalı. Miray. Keyingi xonamızdan görsek, keyingi xonamız spalni, birinchi etajdagi. 4'e 4. 3,5, 4'e 3,5. Bir de akvaplastik aynalar koyulup, registrle taşıp ötürülgen bu xonaga. Patologlarımız gips akordondan şunday figura verilip, ajoyib etib düzeltilgan. Eshiklarimiz MDF eshiklar. Sifatli yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Sanuzilimiz birinchi etajdagi aristollar qo'yilgan, rayam qiymasini aristollarga qo'yib o'tilgan. Dushovlarning eng yaxshisidan qo'yganlar. Jacuzzi ham Coco firmasini unitazlari qo'yib, akkuratni etib düzeltilgan. Da patologga kafelatilgan. Patologi plastikdan qo'yilgan. Bu yerda kirmasın üçün toşka taşap ketkenler dostlar. Razvetkalardan taşap. Endi dostlar ikinci etajı bilan tanıştırıp o'tamiz. İkinci etaja chiqadigan lestnitsamiz ham quyma lestnitsa. Üstünden laminat bilan ochib ketilingan. Endi laminat bilan ochib ketib, oppoq bakab düzeltib qo'yibdilar. Stoykalar ham mening qo'shilib düzeltganlar. İkinci etajımıza çıksak, çıkkanımızdan şimdi bir kichkina hovli bir patologlar hamisha düzeltilib, akkuratni düzeltilgan. Çıkkanın o'ng tarafimizda eshiklarimiz MDF eshiklar. Spalni zal ekan bu do'stlar o'zi. Zalimiz şimdi patachenta edip, ramkalıp, zetilip, gips akordondan figura verilgan patologlarımız. Beri iki toşka taşab o'tilgan registrlarimiz. Aynamız ham ko'rib tursiz. Panoramli ayna, chiroyli, ajoyib. Xonani yap-yoqib turadi. İkinci zalimizdan gösterib o'tamiz. İkinci zalımız ham şu görünüşte patolog lekin boshqacha figurada düzeltilgan. İkki registr tashlab o'tilgan bu yerda. Bu yerda shunday chiroyli kolonlar tashlab o'tilgan. Ikki tarafi balkonimiz bu. Chiqib dam olib o'tiradigan prirodaga qarab. Patologlar ham olifondan düzeltilgan. Eshiklarimiz ham panoramli eshiklar. İkinci etajni ikinci zalı bilan tanıştırib o'tdik do'stlar. Endi banda 2 spalni tushgan. 2 zal 2 spalni. Xonadonimizda birinchi, ikkinchi etajda sanuzellari bor. Birimiz birinchi spalnimiz 6'ga 4 registrlar tashalgan, akvaplastik aynalar qo'yilgan. Devorlarimiz shunday patachenta urib o'tilgan. Ramka olinib. Patologlarimiz gips akordondan figura berilib, galageller qo'yilgan. İkinci xonamizni gösteramiz, spalnimizni. Birimiz ham aytib o'tganimizdek 4'e 5'e tushgan birimiz. Şunun görünüşten dostlar. Eshiklarimiz MDF eshiklar eng oxirgi modellaridan. Birimiz akvaplastik ayna qo'yilgan, registrlar tashilgan bilan bir toshga. Devorlarimiz chiroyli bo'lib turibdi, oppoq bo'lib. Do'stlar, sizlarga ko'rsatamiz degan joyimiz hovli joyimiz do'stlar.
Bu halıcayımızın kvadratı 200 kvadrat. Puluna gelsek, puluna 125 bin dolar deb tuttu. Büyügesi az gına gelişlerden yeri var. Gelseniz de gepleşip gelişip alabilirsiniz dostlar. Mesela onda keyingi roliklerde görüşünce de kalımız dostlar. Hayır, sağ salamat bulunma. Həmmeye üçüncü öğleni alıp toy tamaşa edip oturur, nəsib etsin. Bizə nə diləyimiz halkımıza. Mesela keyingi roliklerde görüşünce de kalımız dostlar.